Da'vochilik qilib ishlab kelaman deb, noqonuniy yo'ldan o'taman deb chegarada qo'lga tushib qoldi. Meni boquvchim yo'q, xo'jayinim ikkinchi guruh nogironi, qo'lidan ish kelmaydi. Sizdan iltimos qilib so'rayman, o'rtoq prezident, meni o'g'lim afv eting, kechirishingizni so'rayman, yordam qiling. Zang o'tadi, ochtirmadi. Bordim, kimga yo'q, tergovda o'g'lingiz ishi dedi. O'zimizga ovqat kelganda yig'layman, qorni och qoldimikin deb. Advokatga imkoni yo'q, o'g'limga aytsam imkon yo'q, ayasizga falon pul deydi, qaysi pulga chiqarib nima qilamiz deyapti-da. Birov uryaptimikin deyman, telefonda esa qamalganlar ko'rib qo'rqib ketaman. Xudo Alloh o'zing saqlagin, Alloh o'zing yordam bergin, Xudoyim deb Xudodan faqat namoz o'qib o'tiribman. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich. Sizga men Andijon viloyati Asaka tumanidan Cho'ntay mahallasidan iltimos qilib chiqyapman. Meni o'g'lim Omidjonov Samandar shu yil 2025-yil 5-fevral kuni Qozog'iston shahriga ishlagani ketayotib, noto'g'ri yo'ldan yurib qo'lga tushib qoldi. Meni xo'jayinim ikkinchi guruh nogironi, boquvchim yo'q. Katta o'g'lim ham ishlab yaxshi pul jo'natmaydi, Rossiyada yuradi. 30ga kirdi, shu mahalgacha hali uylanganimiz yo'q. Bu o'g'lim o'zi ham 2002-yil, u ham 22ga kiryapti. Aya, dadamni ishlab qaratib ko'rsataman, sizlarga yordam bo'ladi deb da'vochilik qilar, shu da'vochilik qilib ishlab kelaman deb, shu noqonuniy yo'ldan o'taman deb chegarada qo'lga tushib qoldi. Yoshlik qilib, sizdan iltimos qilib so'rayman, shu o'g'limni afv etishingizni. Meni boquvchim yo'q, xo'jayinim ikkinchi guruh nogironi, qo'lidan ish kelmaydi. Men o'zim chiqib ishlay desam, bu xo'jayinimni tashlab ketolmayman. Nojo'ya ish qilgan yo'q, shu aybi shu yo'ldan borib ishlab kelaman deb shu ishni qilib chegarada qo'lga tushib qoldi. Sizdan iltimos qilib so'rayman, o'rtoq prezident, meni o'g'lim afv eting, kechirishingizni so'rayman, yordam qiling. Allohim yordam qo'ling, so'rayman, menga ham yordam qiling. Ashu o'g'lim sog' salomat bag'rimizga qaytib kelsin. Rahmat sizga. Shunchalik e'tiboringiz qaratib, ko'p odamlarga yordam qo'li cho'zyapsiz. Shular qatori bizga ham Allohim cho'zib, shu o'g'lim tez kunlarda bag'rimizga kelsin. Zang o'tadi, ochtirmadi. Bordim, kirgizgan yo'q. Tergovda o'g'lingiz ishi dedi. 2 oy bo'ldi. Yo'q, men kirdim, anaqa men o'g'limni deb, ishi nima bo'lyapti deb kirdim. Desam boshliqqa kiringlar dedi. Boshlig'iga kirib, mana shunaqa mana shu kunda mana shunaqa bo'luvdi desam, Kelis tumanida tergovda o'g'lingiz ishi. Shu yerga borsangiz bilasiz. Endi Kelis tumaniga bormadim. Ashitdan keyin qaytib keldim yig'lab. 15 kun bo'ldi borganimga. Bunda ham mana shu bir orqali endi yemoq-ichmoq ust-boshlar berib yuboringlar deganiga qasd havola bo'lib yurib, hamma yordam qildi. Borib keldim. Yig'lab so'ralmay oz ko'rsatmaydi sizga deyishib qaytib keldim. Sizlardan yordam qilib so'rayman. Shu bolamni tez kunlarda sog' salomat bag'rimizga chiqarib qaytarishingizni iltimos qilaman sizdan. Yoshlik qilib birovlarning gapiga kirib o'taman deb shu yo'lga kirdi, quloq solmadi. Aşağıda o'zi ishlab novochilik qilar, shu uylarda jo'natib ancha-muncha pul jo'natib shunchalik qiluvdik. Yana borib ishlab kelaman deb shu yo'lga kirdi. Sizdan iltimos qilib so'rayman, shu bolamni yordam qilib chiqarishingizni. Endi sharoitim hozir yo'q, shunchalik eplanib, ro'za Ramazon kunida yordam qilishyapti, eplanib o'tiribmiz. Sizlardan yordam so'rayman. Kechqurunlari ishga chiqsam, ovqatyaptimikin deb o'ylayman. O'zimizga ovqat kelganda yig'layman, qorni och qoldimikin deb. Allohim o'zi panohida asrasin, ko'pni qatorida shu bolam tez kunlarda qaytsin. Yordam bering, iltimos sizdan. Advokatga imkoni yo'q, o'g'limga aytsam imkon yo'q, ayasizga falon pul deydi, qaysi pulga chiqarib nima qilamiz deyapti-da. Endi masalan advokat qancha pul so'raydi, masalan hozir unisidan misali biz ham mendan so'rab ko'ryapmiz-da, maslahat so'rab. Oddiy tergov nima qilib qo'ysa, bittamasini aybini qo'yib qamab yuboradi, u yoqqa chegaradan o'tkaziladi deyishyapti. Endi yonidan ommaga hech nimasi yo'q edi. Hech qanaqa unaqa ish qilmagan, masalan noqonuniy ish qilmasdi-yu, shu bittasi olib bitib qo'yaman desa, shu bolani gapiga kirib shayton bo'lib chiqib ketdi-da. U olib bitib qo'yaman deganda bittasi aytgan ekan, $500 pul bersang olib bitib qo'yaman desa, pul ham beribdi.
bergen eken. Endi buna istab-istab nima qilsa, biz seni tanimaymiz, o'ziga beramiz, bir bola depdi ekanmish. Bu pulni endi men ham tanima kimga berganini bilmayman, menga aytmaganda. Qo'y deb quloq solmadida, aldandi. Aldandi, ashuna gapiga kirdi. Biz ham aytdik, qo'y, sen unaqa qilma, mayliga mana shu yerda tirikchilik qilib turaver, men qo'yyapman desam quloq solmadi. Ketganda bir onani yuragi sezar shekilli, yuragim g'alati bo'laverdi, bo'laverdi. Telefon qilmadi. Endi keyin har kuni qaroraman, kim telefonga telegramga xat kelsa, voy Samandar senmisan, Samandar senmisan deyman. Yo'q deyishadi. Keyin bir kuni qizim telefon qilib, aya Samandar nima ekan, o'tmabdi, Toshkentda qolarkan, 5-10 kundan keyin kelarkan dedi. Ha bo'pti dedim, har kuni xotirjamga o'xshadi endi unchalik ham telefon qilmaganiga xavotir olasizu, telefon o'chirilgan chiqaveryapti-da, kirmayapti internetga. Keyin endi jiyanim Toshkentda ishlardi. Men jiyanimga aytib ko'rsammikin, maslahat so'rasammikin dedim. Ungachalikka meni keyin ayam yig'lab xafa bo'ldi. Endi keyin ayam aytdiki, ozodda xafa bo'lma, Samandarni shunaqa qilib meni gapirib qo'yibdi. 10-15 kunda kelarkan deb qo'ying dedi. Avazing hammayot bilsa endi aytaman, mana shunaqa qilib qo'yibdi dedi. Ungacha Ruskiyaga beraman, bunga aytmadik. Bunaqaligi ko'tarib berasan, o'zicha kasal bo'lsa deb Ruskiyaga beraman degdi. Men aytdim, dadasi aytmay desa mana shunaqa Samandar qamab qo'ygan ekan, 5-10 kun bo'pti. Avvalday aytdi, qachon sud bo'lsa endi ko'rsatarkan, telefonda ham gaplashilmaydi ekan, sudi bo'lmaguncha ko'rsatmaydi ekan dedim. Jiyanimga esa hamma ko'rsatmaydi, sud bo'lmaguncha ko'rsatmaydi deb shunaqa dedi. Endi yig'lab o'tiribman, kechqurun eshikka chiqsa o'qityaptimikin deyman. Hali bola ekanda o'ylanib ketaman. Birov uryaptimikin deyman. Ha telefonda shunaqa qamalganlarni ko'rib qo'rqib ketaman. Ey Xudo, Alloh o'zing saqlagin. Alloh namozlarimni o'qib Allohdan so'ralayman dedim. Allohim, pulim yo'q chiqarganim. O'zing yordam bergin Xudoyim deb Xudodan faqat namoz o'qib o'tiribman. Bu joyda faqat zo'r o'zi xohlarimga borib dorixonaga chiqadi, kiradi, sigaret chekib o'tiradi. Endi bu ham yaxshi yuradi. Nimadan bunaqa bo'lib ortmagan men 4 yil bo'ldi. Anaqa qilib endi o'tiribdi yig'lab. Endi qayerdan nima qilaman desam, sizga osonmas, uncha pulni qayerdan topasiz deyishib, shunaqa deyishyapti. O'ylarim o'zimcha endi ana deb ko'raman, mana deb ko'raman. Hali telefonlarga kirib berib, yordam nima qilayotganlarga voy aytib ko'rsammikin, masjidga borib aytsammikin deb ko'ryapman. Yordamchi beradiganlar bo'ladimi? Yig'lab borib ko'rib, hech kimni boshiga tushmasin deb ko'rib keldim. Endi keyin hali buni nimasida pulim bepulim emas, qarz olib ketuvdim. Pulim bepulim ham yo'qotib, ya'ni yangi qo'llardan bilmali narsalarni olib anaqa qilayotganda pulim yo'qotib, endi keyin bir narsa qilishdi. Bitta bolaga iltimos emas, yerga borishim kerak. Mana shu adresga degandim, ana shu bola chiqarib qo'yib, men Toshkentga jiyanimga borib oldim. Ana shu ertasi kuni qaytib kelib ko'rmadim. Hech kimni boshiga tushmasin deb ko'rmagan yerlarni borib ko'rib keldim. Endi u narsalarni berdimi yo'qmi? Yo'q, biz bilmaymiz endi berdimi yo'qmi. Onajon, mana ustoz yomon narsalar bervoring degan ekan. Qilib borib berib keldim. Endi hayit kelyapti, qanday nimada pulim bo'lsa yana jism jo'natading, hammadan hayit kesh qilib yeb-moq bir narsalar kirsa o'ksinib o'tiraman deb qaraman. Bolangiz o'ylaysiz ekan, yig'layman, yuboraman. Zo'rlik deb 15 kun 20 kunda qarib ketdi deydi. Aka-ukamdan so'ray desam, aka-ukalarim ham yordam beradigan nima emas. Kecha kunda borsam so'kdiniki, mana erkalatib nima qildi bolalaringiz sen uchun yordam qilamiz, doim yordam qo'limiz cho'zamiz. Endi yo'q senga yordam deb yig'lab qaytib keldim. Yoshdan senda tekilib o'tirgandim deydi.